Mana bugun yangi ishimizni boshlab oldik. Kosmetika to'lqi. Xonalarimiz tayyor. Remont kraskaga tayyorlayapmiz nasib bo'lsa. Hozirgi holati. Polni, patolog devor, pol hammasini 1 metr kvadrati kosmetikani 20 ming so'mdan qilib berdik. Yorliqlari bor, shil bor. Uy ozgina charchagan nisbatan. Kimda shu kosmetika ishlari bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kelishgan holatda kvadrat ko'proq bo'lsa, yana ham kelishgan holatda qilib beramiz. Azamat, qachon ishlaysiz siz? Kutib qolamiz.